Uylantiramiz desalar ham uylantira olmayotgan tanishinglar bor. Bizda ham borda bitta o'tta shunaqasi. O'ziniki eng yaxshi amali shu tug'ilganida. Har safar siz qanaqadir bahanada o'qigan ekan ishlayman deyapti deydi. Sen ishlamaganingdan keyin ishlaydi, siz g'ururga to'g'ri kelmaydi deydi. 22 yoshgacha uyiga 4 tani olib kirmagan bola g'urur degan so'z bilan bitta gapda yonma-yon kelishi ham qoidaga zidda o'zi. Bitta joyda ko'rib qolsa ham o'qimay o'tib ketish kerak. Chet el petelda o'qigan bo'lsa ham mayli ekan deb qo'yapti. Senga chet el deyishni kim o'rgatib qo'ydi? Abort qurboni, sen o'zi umringda bir marta Qirg'izga chiqib kelgansan do'stlikdan. Tilizra olib o'tgani unda ham. Ya chet el deb qo'yadi. Meni borligimcha qabul qilish kerak o'ylama. Seni borligincha turma qabul qiladi, xolos. Bittasini huniyroq ekanda deydi o'zi sen. Haligi shipaga toshib turgan it siymosi deb qo'ysa bo'laradi o'zi seni, ya'ni huniyroq qanimi? Senga huniyroq deyishga haqqing yo'q haligi. O'zi ochiladigan eshiklar ham seni odam o'rnida ko'ra ochilmay qoladi.